Asiralar. Bir necha kun ichida yangi turkman birodarlarim bilan qalin do'stlashib, bemalol uylariga ham bordi keldi qila boshladim. Ust boshimni o'zgartirib, turkmancha liboslar kiyib oldim. Dehqonchilikdan tashqari shahardagi ishlarga ham ko'maklasha boshladim. Shu yo'l bilan shahar bilan aloqa o'rnatib, qori Mas'ud tushuntirib bergan manzillarni topdim. Ular vositasida bergan omonatlarimni ham qo'lga kiritdim. Daraxtlarning bargi ham sekin asta to'kilib, tutning ustidagi qarorgohim ham ko'zga tashlanib qoldi. Yahudiy boshliqlardan bir muncha ish haqi oldim. Ko'proq qismini tanish dehqonlarga hadya etdim. Bundan ular yanada mamnun bo'lishdi. Oramizdagi mehr-muhabbat ziyoda bo'la boshladi. Ular menga Imom Karki mozori atrofida hujralardan birini olib berib, qo'limga bir sertifikat berdilar. Unda bu shaxs mohir dehqon va O'zbekturning dehqonchilik ishlari bo'yicha noziridir degan mazmundagi so'zlar yozilgan edi. Bu sertifikat menga juda qo'l kelib, shaharda bemalol yura olganimdan ko'pincha peshinni shaharda o'qib qaytardim. Kunlarning birida shahardan 8 dona turkman nonini sotib olib, boshimga qo'yib, Imom Karkining mozorlari tomon yo'l oldim. Biroq beixtiyor katta to'g'ri yo'l qolib, boshqa bir ko'chaga qarab yurib ketibman. Ancha yurganimdan so'ng xatarli bir ko'chaga kirib qolganimni payqadim. Har dam bitta ikkita qizil askariga yo'liqa boshladim. Orqamga qaytib ketmoqchi bo'lardim, lekin qandaydir kuch meni oldinga qarab tortib ketmoqda edi. Shahardan juda olislab ketgandim. Yo'lning so'l tomonida katta bir viqorli qal'a ko'rinib turardi. Atrofida qizil askarlar ko'pligi uchun o'zimni o'ng tomondagi keng maydonga burdim. Bu yerni shahar hokimiyati deb nomlar ekanlar. 200-300 qadamcha yurgan ham edimki, qarshimdan chang to'zon ko'tarilib kela boshladi. Xayolimga biror tijorat karvoni kelyapti degan fikr keldi. Karvon yaqinlashganda o'zimni yo'qotib, hayratdan yoqamni ushlab qolgan edim. Bu tijorat karvoni emas, balki minglarcha yosh yalang asira qiz-juvonlar karvoni edi. Bu nozik nihol asiralar changu g'ubor ichra har qanday tosh yurakni eritadigan holatda sudralib kelishardi. Quyosh ko'rmagan oppoq yuzlar changu g'uborga belanib, nomahramning hatto nigohi ham tushmagan ko'ylaklar tilka pora bo'lgan edi. Ko'rinishlaridan o'ziga to'q, sharofatli xonadonlarning qadr-qiymatli hamda sevimli farzandlariga o'xshardilar. Har birining qo'lida bittadan belkurak, oyoqlarida esa choriq etik. 50 ga yaqin askar ularni qo'y echkilar suruvudek haydab kelardi. Asiralar meni ko'rib atrofimni o'rab olishdi. Boshimdagi nonlarni ko'rib, "Nonvoymisiz?" dedi ulardan biri o'zbekcha vasda. "Yo'q, lekin olishlaringiz mumkin" degan nonni taqsimlashga tushdim. Keyin ulardan o'zlarini tanishtirishlarini so'radim. "Biz", dedi ulardan biri, "Samarqand, Buxoro, Qarshi, Xo'jand, Toshkent, Qo'qon, Andijon, Namangan singari turli viloyatlarning aziz farzandlari edik. Bizlarning aybimiz otalarimiz, akalarimiz yoki umr yo'ldoshlarimizning din ulamolari ekani, yoki ishbilarmonligi, uddabron savdogarligi, millat rahbari yoxud izzat obro'li kishilardan ekanidir. Ularning din va millat hamda vatan himoyasi uchun qilgan harakatlari jinoyat, zolimlik deb atalib qattiq qoralandi. Butun oila a'zolari bilan turli yerlarga badarg'a qilindilar. Hozir ularni sovuq joylarga surgun qilishgan yoki o'ldirib yuborishgan. Bizlarni esa bu yerda cho'ri kabi ishlatishyapti. Kunduzi 6 soat, kechasi 4 soat turli yumushlarga majburlashadi", dedi iztirob bilan. "Hozir qayerdan kelyapsizlar?" "Ekinzordan." Javobini tugatmagan edi hamki qizil askar yetib keldi. Uning ko'rinishi vajohatli tusda bo'lib, juda badbashara edi. Dag'dag'a bilan "Sen kimsan?" dedi o'ris tilida. Nima deyishimni bilmay turganimda qizlar jonimga oro kirdi. "Bu kishi nonvoy ekan. Biz uning nonlarini yeb qo'ydik. Endi bizdan haqqini so'rayapti", deyishdi. Bu himoyasiz mazlumalarning ayanchli va achchiq hikoyalaridan yuragim to'lib zo'rg'a turgan edim. Ikkinchi askarning ham to'g'ri so'zlayaptimi deb urgan do'q po'pisasidan keyin qalbimdagi iztirob yig'i bo'lib otilib chiqib ketdi. Meni bechora nonvoy nonlari uchun alamidan yig'layapti deb o'ylab indamay qoldi. Bu orada qolgan asiralar ham yetib kelishdi. Nazoratchilarning kattasi nonlarning haqqini undirib olishim uchun bir xat yozib berib, "Ertaga kelib shu yerdan haqqingni olib ket", dedi. Tanishtirish yodimdan ko'tarilibdi. Bu yer asiralar yashaydigan qamoqxona edi. Ular ichkariga kirayotib, birma-bir nomlarini aytib, qayta-qayta ro'yxatdan o'tar edilar. Qizlar hushyor ekan.
menga o'zlarini tanishtirib qo'yish uchun o'zining va otasining ismini baland ovozda aytib kira boshladilar. Ularning bir nechtaginasini yodlab qoldim xolos. Botirboy qizi Xadija, Andijondan. Andijonlik Turdi domla qizi Tursunoy. Ismoiljon qori domla qizi Zubayda, Namangandan. To'rtinchisi endi og'iz juftlagan edi, nazoratchi baqirdi. Faqat ismingni ayt. So'ng menga g'azab bilan tikilib, bu yerda nimaga qaqqay turibsan? Yo'qol bu yerdan, dedi. Dardimga yana bir ulkan dard qo'shilib, bu yerdan jo'nab ketdim. Iztirob. Kirish man qilingan joy bo'lib, yana josus deb ushlab olmasinlar degan xayol bilan tezda shahar tomonga qaytdim. Mazlumalarning holatidan qalbim qon yig'ladi. Ularning ovozlari quloqlarim ostida jaranglar. G'am anduh bilan yordam so'rab javdiragan nigohlari qalbimga nashtardek sanchilib og'ritar. Hoy Turkiston azamatlari, g'ayrat shijoatingiz qayerda qoldi? Farzandlaringiz g'ayridillar changalida xorlanyapti-ku deb nido qilayotgandek tuyulardi. Yuragim hayqirib, g'ayratim jo'sh urdi, lekin lahzada qandaydir bemajollik butun badanimni qoplab, xo'ng-xo'ng yig'lab yubordim.